Mubolag'asiz harbiy xizmatni o'tagan mard va jasur o'g'lonlarning jismonan sog'lom hamda ma'nan yetuk bo'lishi muhim omillardan sanaladi. Ayni kunlarda muddatli harbiy xizmatchilar oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlarini topshirishmoqda. Jarayonlarda yurt o'g'lonlarining 1 yil davomida olgan bilim va ko'nikmalari sinovdan o'tkazilyapti. Qarshi shahrida Janub-G'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Qarshi garnizonida xizmat o'tayotgan muddatli harbiy xizmatchilar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda beriladigan imtiyozli tavsiyanomalar uchun test sinovlarini topshirishdi. Sinovlarning halol va shaffof tarzda o'tishini ta'minlash maqsadida belgilangan har bir xonada video kuzatuv moslamalari ham o'rnatilgan. Mas'ullar tomonidan askarlarga tegishli ma'lumot va ko'rsatmalar berildi. Barcha jarayonlar shaffof tarzda belgilangan tartib asosida amalga oshirildi. Test davomida vatan himoyachilar jangovar tayyorgarlik bo'yicha 40 ta, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha 20 ta, fizika fanida 10 ta, matematika fanida 10 ta va 20 ta mantiqiy savollarga javob izladi. Muddatli harbiy xizmatchilarga 3 soat vaqt berildi. Yigitlik burchini bajarishga kirishgan kundan boshlab muddatli harbiy xizmatchilarga malakali ofitser va serjantlar tomonidan turli yo'nalishlarda nazariy bilimlar ham muntazam berib borildi. Test sinovlarida ko'rsatilgan natijalar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan baholanadi. Shuningdek, askarlarning xizmati davomida harbiy qismida ko'rsatgan natijalari, ijobiy xulqi ham inobatga olinib, harbiy qism qo'mondonligining tegishli tavsiyanomasiga munosibligi belgilanadi. Harbiy qismimizda jangovar hamda ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik fanlaridan tashqari oliy ta'lim muassasalariga kirishda beriladigan imtiyozli tavsiyanomalar uchun ham bilimlar berib borildi. Ustozlarimiz bergan bilimlarni chuqur o'zlashtirishga harakat qildik. Shuning uchun ham test jarayonlari shaxsan men uchun juda qiyin bo'lmadi. O'qib o'rganganlarimiz foyda berdi. Ayniqsa harbiy yo'nalishdagi savollar oson tuyuldi. Buning uchun harbiy ustozlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Hozirgina test ishlab chiqqanimdan keyin yana ham ishonchim komil bo'ldiki, imtiyozli tavsiyanomalarni qo'lga kiritib, oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kiraman va kelajakda vatanimga ofitser sifatida sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun milliy armiyamiz yoshlar uchun tom ma'noda yigitlik, vatanparvarlik maskani bo'lib xizmat qilmoqda. Yigitlik burchini ado etish esa har bir yigitning eng katta orzusiga aylandi. Muddatli harbiy xizmatchilarga berilayotgan bu kabi imtiyoz va imkoniyatlar esa ularning qalbida harbiy vatanparvarlik hissini yanada mustahkamlashga, kelgusida vatan taraqqiyoti, yurt rivoji yo'lida hissa qo'shadigan mutaxassislar bo'lib yetishishida muhim hisoblanadi.